Assalomu alaykum qizlarjonlar, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Esinglarda bo'lsa, kecha Xitoydan kelgan tovarlarni raspakovka qilgandik. Va'da qilganimdek, bugun endi uzumga tovar joylashtirish haqida gaplashamiz. Menga juda ham ko'p savol keladi, qanaqa qilib uzumda ish boshlagansiz deb. Men hech qanaqa o'quv kurslarida o'qimaganman, o'qimoqchi bo'lganman. Nolligiga eng arzoni offlayn darslarni menga 8 million degan. Men undan ko'ra u pulni tovarga tikaman deb o'zim YouTube'lardan, Google'lardan o'rganib shu ishni boshlaganman. Uzumda eng birinchi qilinadigan ish bu dokument ochish, ya'ni birinchi bo'lib YTT ochiladi, keyin shotlar ochiladi, keyin uzum sellerga kirib magazin ochib olishingiz kerak bo'ladi. Keyin uzumni analitika qilishingiz kerak, qaysi tovarlar yaxshi ketyapti, sezonniy tovarlar bor yokida hadavoy har doim ketadigan tovarlar bor, o'shanga qarab tovar tanlashingiz kerak bo'ladi. Men ko'proq shu har doim ketadigan, har doim sotiladigan tovarlarni olib kelishga harakat qilaman va buni orqasidan juda ham katta daromad qilib kelyapman. Xo'p, tovar tanlab bo'lganingizdan keyin u tovarlaringizni kartochkasini yaratishingiz kerak bo'ladi. Bu eng katta nuqtasi bo'ladi kartochka yaratish. Ya'ni u yerda sekretniy so'zlar bo'ladi, to'pga chiqadigan so'zlar bo'ladi. O'shalarni qo'yib, siz kartochka yaratishingiz kerak bo'ladi. Keyin tovar infografikasi, ya'ni rasmi bo'ladi. Rasmini qanchalik zo'r ishlasangiz, sizga klientlar ham shunaqa ko'p keladi. Eng katta fishkalari shular bo'ladi. Keyin qilinadigan ish bu tovarlaringizni upakovka qilib, QR kod yopishtirib, upakovka qilib chiqish kerak bo'ladi. Shu upakovkasiga juda ham e'tibor beringlar, chunki men juda ham minusga kirib ketganman mana shu upakovkani orqasidan, chunki ikkita QR kod yopishtirilmasa yokida strech qilinmasa, ustida sizni tovaringiz brakka ketib qoladi. Baribir har bitta narsani o'zini ustozi bo'lishi kerak degandek, men ham ustozsiz bir amallab, yig'lab qilgan vaqtlarim ham bo'lgan, minusga kirgan vaqtlarim ham bo'lgan. O'sha uchun tavakkalchilik qilib, yaxshilab o'rganib, uzumga kirganingiz yaxshi. Ma'lumotlar manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Menga obuna bo'lishni unutmang. Rahmat kattakon.